Assalomu alaykum. Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Obuna bo'lishni unutmang. Sardor Gangster videolarini hamma tashlash berib, men o'zim katta qilganman ularni deb menga gap deyishtiribdi. Meni avvalo enam rahmali katta qilgan, joyi jannatdan bo'lsin, o'lib ketdi. Rahmali bo'lib ketdi. Meni birov katta qilgan yo'q. To'g'ri, TikTokda paddeshka qilding. Men seni realniy hayotda paddeshka qildim. Buni o'zing yaxshi bilasan. Mendaqa realniy hayotda paddeshka qiladigan seni qo'ni qo'shning ham yo'q, aka-ukang ham yo'q. Buni o'zing yaxshi ham bilasan. Nima deyman? Sen meni TikTokda paddeshka qilding, men seni realniy hayotda paddeshka qildim. Men minnat qilmayman. Joning sog', oldin qanday bo'lsang, hozir ham menga shundaysan. Omadingni bersin, joning sog' bo'lsin. Meni efirimga kirib, Sardor haqida yozmanglar, sizlardan iltimos qilaman, ko'rib turganlar. Hammaga omad. Bu oxirgi Sardor haqida chiqargan video. Jo'llang sog' bo'lsin.